Barcha Ramazonning so'nggi kunlarida bir narsaga ega bo'lishni xohlaydi. U esa taqvo. Men bu futbolkani Qiyomul Layl do'konidan oldim. Yangi futbolka, yangi shim, yangi oyoq kiyim, yangi qo'l soat. Yangi oyoq kiyim va yangi qo'l soati. Kiyimlarning barchasi qimmat, eng kelishgan va baquvvat. Shimlari chiroyli, eng zo'r o'zimman. Ishtahali va ajoyib. Ovqat yeyishni juda yaxshi ko'raman-da. Bular mening pullarim. Roza meni yanada boyroq insonga aylantiryapti. Chunki keraksiz narsalar xarid qilmayapman. Tushlik qilmayapman, xayriya ham qilmayapman, bayramga ham bormayapman, dush ham qabul qilmayapman, soliq ham to'lamayapman. Qoyil, hozir esa pullarim oldingidan ham ko'paydi. Juda go'zal. Bu pullarni nima qilsam ekan-a? Bu pullar kimnidir xursand qilish kerak. Menga kerak. Qo'y churvaqa. Yo'taling uchun dori sotib olmoqchimisan? Ol mana buni. Nima? Siz meni ustimdan kulyapsizmi, janob? Ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Ro'zamni ochib yubordim. To'xta. Ramazon tugab bo'lganini unutibman. Ramazon tugab bo'ldi. Endi maza qilib ovqatlanaman. Endi xohlagancha istagan narsamni yeyishim mumkin. Bu vaqt ham keldi. Men seni juda sog'ingan edim. Netflix. Maza qilib film ko'ramiz. Hayit bayramini juda yaxshi ko'raman-da, chunki bo'sh vaqtim juda ko'p bo'ladi. Vaqt bo'ldi. Qur'onni keyinroq o'qiymiz. Hozir esa bittagina o'yin o'ynab olaman. Va'da beraman, faqat bittagina o'ynayman. Shu o'yinni juda ham yaxshi ko'raman-da. Faqatgina bitta o'yin o'ynaymiz. Xavotir olma. Chunki bugun bayram, yana biroz o'ynaymiz. Kelinglar, yana biroz o'yin o'ynaymiz. Maza qilib. Sizlar eng yaxshi musulmon emassizlar. Barchaning Ramazonning so'nggi kunlarida qo'lga kiritishni xohlagan narsasi bu taqvodir. Taqvo bu Ramazon oyida yaxshi amallar qilib, unda sobit turishdir. Ramazon oyida barcha katta-kichik amallar qabul qilinadi. Inshaalloh. Ya Allohim, menga kuchli taqvo ber va Qiyomul Laylda turishimda menga o'zing kuch-quvvat ber. Yaratgan egam, Allohim, ro'zani barcha sunnatlarini bajarishimda menga yordam ber. Yo Allohim, meni doimo Qur'on bilan do'st qilgin. Amin. Yaratgan egam, Allohim, menga bundanda ko'p odamlarga yordam berishni nasib qilgin. Molimni ziyoda qilgin. Ramazon oyi davomida har kuni roza tutishimiz va imkon qadar taroveh namozlarini o'qib borishimiz kerak. Tungi tahajjud namozini nafaqat Ramazon oyida, Ramazondan keyin ham o'qib yurish tavsiya qilinadi. Bu tahajjud namozi vaqti. Ramazondan keyin ham roza tutishni, yil bo'yi roza tutgan savobini olishni istasangiz, Ramazondan keyingi 10 kunlikda ham roza tutsangiz kifoya. Qani, nafil ro'zalarini ham tutaylik. Va albatta, Ramazon oyi Qur'on oyidir. Qur'onni tunda ham, kunduzi ham o'qish kerak. Ramazondan keyin ham solih amallarni qilishda, Qur'on yodlashda bardavom bo'lgan yaxshi. Alhamdulillah. Qani endi Qur'onni yodlab, tadabbur qilishni boshlaymiz. Ramazon oyidan keyin ham ilm olishni to'xtatmasligimiz,
va bu ilm hamma narsani kaliti ekanligini va bizni yanada kuchli qilishini bilib olishimiz zarur. Chunki u bizni qiyomatda muvaffaqiyatga erishtiradi. Albatta, barcha payg'ambarlar ham bu dunyodan yashab o'tishgan. Xuddi shunday. To'g'ri aytdingiz, janob. Musulmonlik darajasi ko'tarildi.